og'riqingiz to'g'ri kuchli, tushunyapsiz? Lekin og'riqlaringiz pasaytir, xudo xohlasa sizdan maqsadim operatsiyada olib qolish. Inshaalloh operatsiyada olib qolsam, xudo xohlasa men aytgan narsalar qiling, xudo xohlasa yaxshi bo'lasiz inshaalloh. Biz sababni qilamiz, shuni Alloh beradi. Xo'p. Puli ko'p odamlarga yaxshi qaraydi demoqchimisiz? Men puli ko'p odamlar keladimi, kambag'al odamni qarayman. Men uchun bir xil. Sababini aytamanki, ana kambag'al insonga qarashim kerak, men vazifam. Tushunyapsizmi? Endi qo'ldan kelgancha u ham qo'ldan kelgancha, misol uchun. Aytmoqchiman, hammaga bir xil qaraymiz. Ana puli ko'p odamga anaqa ko'p narsa yoki bir balo degan narsa yo'q. Chunki puli ko'p odam O'zbekistonda emas, boshqa kerak bo'lsa boshqa davlatga borib ham lekin olsa bo'ladi-da. Tushunyapsizmi? No, puli kam odam, misol uchun ko'cha supursa ham u bizlar xalqda u. Tushunyapsizmi? Bizlar xalqqa qarashimiz kerak bu. Inshaalloh yaxshi bo'lasiz inshaalloh. Men aytayapmanki, siz operatsiyaga borishingizni xohlamayapman. Bir xillar borishga majbur bo'lib qoladi. Siz borishingiz majbur bo'lishingizni xohlamayman. U xirurglar ham misol uchun hammani kesib olishni ham xohlamaydi ular. Ular ham odam emas. Ular majburlikda anaqa qiladi-da, tushunyapsizmi? Yurolmay qolyapti. Ana siyligi ushlanmay qolsa, operatsiyaga borish shart bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Men qarab u vaqtimni ketkazmay o'tiraman, tushunyapsizmi? Sizda bunaqa shikoyatlar yo'q.